Shunda efirni o'chiryapman-da, hali bir ikkita boy donator qizlar topib olganman, ashlar bilan qalaysiz, yani etingizni ko'rsating, betingizni ko'rsating desa, ko'rsatib yotibman, kaptamga tashlab berishyapti. O'tirib, vaqtingizni ketkazib, energiyangizni ketkazib nima qilasiz? Ya, mana qilib rahmat-ku, mana qilib o'tirgandan shunday anaqa bor, trakchi donator qizlar ham bor. Yo'lga chiqib oladi, 1000 kilometr, 1000 maylga yuk olishadi, ashlar bilan gaplashib, yoni masalan qiladi. Ha? Kechasi bilan gaplashib chiqasizmi? Ha, kechasi bilan yo'lda zerikmasin, uxlamaslikka meni ulab olib, men ham yoq-buyog'imni to'g'rilab olib, "Maytingizni ko'rsating" desam, "Bunday qilib qo'yaman, ket", shu bilan xursand. Zo'r qizlar topib olganman. Shogirdlikka olmaysizmi? Sizdan dars olish kerak ekan. Qiz bola-yu ular. Xo'p, endi taktika bir xil bo'lsa kerak. Ha, taktikami? Hozir unchalik gaplasha olmayapman-da, hozir ministratsiya payti. Bir 3 kundan keyin o'rgataman. Ama bilmayman ekanda bunaqa taktikalarni. Bitta 24/7 ishlab yuribman, bechara. Men bilan gaplashing. Keyin bo'lib ham posli depilyatsiya gaplashish kerak. Jo nozik qizlar ham hozir. Voy, betingizni to'g'rilab oling, qiling bu qiling deydi. Kurslaringizni sotasizmi yoki besplatno o'rgatasizmi? Kam-kam. Masalan, siz bilan endi druzyamiz, sizga shundoq ham nima qilib qo'yaraman. Har xil vaziyat bo'ladi odamda baribir. Yaxshi. O'rgataman. Yaxshi insonman. Nima? Bar kurtku musiqalar ham yeb ketadi. Menikida nima qilaman? O'rgataman-da, nima qilaman? Asosan bunday qilyapman. U donator qizlar hali go'stida o'tirsa, tagrog'i. Go'stida o'tirsa, borib turib achiqtirsa qilmayapman. Go'stidan tushgandan keyin yaxshi o'tirdingizmi deb hali donator qizga yozib qo'ysam, o'zi tushunyapti keyin. Sekin lichkaga o'tsa kerak, ha? Ha, keyin lichka yo'q, oldindan gaplashganim, WhatsApp nomerlari hamma yo'q bor u donator. Xolos WhatsAppga ketdik уже deb olib ketadi. Darrov aloqaga chiqavermayapman, chunki deb o'ylamasin deyapman-da, sal noz qilib aloqaga chiqyapman. Darrov WhatsAppga o'ting desa o'tib boradigan bola emasman. Boy bo'lsa o'ziga u qiz. Boy bo'lsa o'ziga. Keyinchi bunday qilyapman. Darrovda anaqa qilmayapman. Bezdirib qo'ymaslik kerak-da u boy qiz donatorda. Biror hafta gaplashgandan keyin onam og'riyapti deb yozyapman. Sizdan boshqa nimam yo'q-da, jonim. Desam keyin bo'pti, diqqat olma. Baribir deb zelin-pelin qilib berishyapti. O'zi orimagan shunaqa qilib pul olyapman-da. Bu sho'rliq donator qiz ertalabdan kechgacha ko'ti to'rburchak bo'lib 1000 mayl u yoqqa boradi, 1000 mayl sog'ayapman u donator qizni. Zo'r ekansiz. Keyin bitta donator qiz bilan gaplashmayapman-da. Ha, 3-4 qilib olish kerakmi? Ha, zapas qilib olish kerak. Qaysi biriga ishonchi bor? Bitamda baribir kasob bo'lishadi-yu bir kun. Bittasi bilan yurmayman. U sevmasam u qizni. Keyin hammasini nomeri bor. 4 ta donator qiz bilan gaplashaman. Trakminada, ko'ralasi ham. Efirimga bittasini podarkasini olib rahmat galereyani to'ldiryapsam, ikkinchisi kelib qoladi-da. Keyin srazi haligi birinchi donator qiz bunday qovog'ini solgan narsani jo'natadi-da. Srazi WhatsAppdan bu yoqdan chiqaman. Ikkinchi telefonim bor-ku, unga yozib qo'yaman. Bunda ko'yinim yo'q, pulini ham olaveray, buni deyman. Unga unaqa deb yozib qo'yaman. Ikkalasi ham meni yaxshi ko'radi deb yuraveradi. Nima ishlatish kerak? Qanaqa savollaringiz bor? Qo'ldan kelgancha javob beraveraman. Yo'q, ja tushunarli bir tushuntirdingiz. Boshida, assalomu alaykum. Boshida urut dedim men, Miya xonim, urut dedim. Efiram unaqa. Ha? Menga o'xshabmi? Siz hozir chiroylisiz, va sizdan ham uni yedim men. Urut dedim, Optimus Prime o'g'il. Xullas, boshida efir ochganimda 3 ta, 4 ta, 10 ta odam o'tirardi. Keyin bitta donator qiz kelib qoldi-da.
haligim bilan tanishib, keyin pul tashlab, zelin qilib pul tashlab, salonlarga bordim. Oddiy o'sha bitta kitga ham yumaloq video tasha desa tashlab nima qilardim. Sekin o'zimga uxot berib, ko'timga bitta tursiga olganimdan keyin odam bo'lib qoldimda men ham. Keyin haligi birinchi anaqa qilgandi, birinchi donat qilgandi blok qo'yardim. Hatto davraga chiqdim. U donat qilgan qiz go'stiylarda o'tirsa, borsam meni ham ko'tarardi, boshqa boy donat qizlarga ham ko'rinardim-da. bor. Bittasini orqasida xoloskoplar taniydi. Ha, uni donator dugonalari bor. Ularga keyin haligini oldida nima qilmasdan, haligilarga shunday podpiska tashlab qo'yib turib, u do'stlikdan tushganimdan keyin ular bilan gaplashdim-da, qarasam, u donator qizlar undan ham boy ekan. Mana qilish kerak. Men hozir mana o'rganib olay. Hammasini daftarga yozib olaman hozir efirdan keyin buni sekin repetitsiya Maslahat bo'lsa Bapilga kelib turavering, men bemalol, nima bari qutimiz qala yeb ketadi. Bo'pti, xo'p. Sog' bo'ling. Sizga baraka toping. Tushunchamizni hozir o'rgatdingiz. Sog' bo'l, miya. Charchama. Shunday batil tashladim. Qabul qilmayotdi. Qayta batil tashladim. Keyin qabul qildim. Ha dedim. Nimaga batilni qabul qilmayapsan dedim. Meni qizim dedim, senga urayotgan ekan-ku dedim. Qachon uribdi dedi. Mana galereyada turibdi desam, anov qiz, donator qiz meni ko'rib bo'lmasin deb sekret qo'yib oldi. Siradi sekret qo'ydi. Keyin aytdim, zapalini chiqar. Zapalini chiqarib yuboraman dedim. Desam keyin, anov yudushi bola, chiqar, meni zapalim yo'q dedi. Bor zapaling dedim. Falonchi donator qiz bilan dedim, birgalashib dedim, Dubayga borib kelgan, Dubayda ana qilib kelgan zapaling bor dedim. Chiqarib yuboraman. Men o'zimchasiga berib qo'ymayman. U donator qizdan. Yana nima deydi? Nimaga kirib olibdir, efirga kirib olibdir. Men o'zimning xursandchiligimga efir ochaman deydi u donator bola. Qo'qimi yebsan, tirikchilik uchun ochyapsan. Uni nimasi bor? U donator qizni nimasi bor? Oilasi bor, eri bor. Hali aytayapti, siz uchun deyapti, ikkita bolam bilan deyapti, ana qilaman deyapti. Ajrashib ketaman deyapti. Nima qilsam ekan, boshida balo bo'lmaydimikin, keyin eri kelib men bilan urishmaydimi? Urushadi. Siz buni sekin aldab yashab yurur deb, shunaqa gaplashaveramiz deb sekin aldab yashating deb tinchgina bittadan revi qilib gaplashib yuravering. Nima qilasiz, boshingizda saqlab turasiz. Boshimga balo qilib yuraman, keyin eri kelib, bosh sochini yulib oldimda urishib va mahallaga sharmanda qiladi eri. Bilaman-da. Levelini ochmaydi, o'tirashchi qiz. Levelini ochmaydi. Shunday efirimga keldi. Yolg'on takamdan xapani yoqib oldim. Keyin nimaga xapasan dedi. Shahnoz urma bo'ldi, gaplashib o'tiribmiz. Nimaga xafasan deb yozdi-da pastdan. Yozdi keyin. Bizni eshik qisgan dedim. Desam keyin levelim bitta yoqib turib. Nimaga seni eshik qisadi dedi. Yo'q keyin. Galereyam urilmayapti dedi. Desam galereyingga ursam ko'rinib qolaman, boshqa narsa ayt dedi. Ona bir bola she'r olgim kelyapti dedim. Keyin ona bola she'rni urib, anaqa qildi, urdi. O'zim video yasadim. Men bor ekanman, bu yigit ko'nglini hech kim og'ritolmaydi deb, haligi nimasiga profilimga uchib kiradi-yu, ashetiga gullarni qo'yib qo'ydim. Birov bilib qolmasin deb.